Ertalab choy ichib o'tirgandim. Ayolim kelib yonimga o'tirdi. Piyolaga choy quyib uzatarkan asta gap boshladi. Dadasi, bugun siz boshqa bir ayolni kechki ovqatga taklif qilishingizni istayman. Chaynab turgan nonim tiqilib qoldi. Tinchlikmi onasi? Qanaqa ayol bilan kechki ovqatga boraman? Ko'rganlar nima deydi? Esingni yedingmi dedim o'zimni o'nglab. Men sizni qattiq sevaman, hammadan qizg'onaman, lekin aniq bilamanki, u ayol sizni mendanda ortiq sevadi va siz bilan bir soniya bo'lsa-da birga suhbat qurib, diydoringizga to'yishni istaydi. Bu inson sizning onangiz, dedi ayolim. Chuqur o'yga tolib qoldim. Mana 19 yildirki, onam dadamsiz birgina ukam bilan qishloqda yashaydi. 3 ta bola va ayolimni yaxshi kiyintirib, yaxshi boqaman deb biror marta tuzukroq onamga e'tibor bermabman. O'li, o'g'il bo'lmay, tur o'rningdan deya o'zimni o'zim qo'yib, o'rnimdan turdim. Telefonimni olib onamga qo'ng'iroq qildim. Go'shakni ko'tarib, tinchlikmi bolam? Nima bo'ldi? Buncha barvaqt telefon qilding deb qoldilar. Onajon, xavotirlanmang. Faqat yomon narsa bo'lishi kerakmi? Saharlab qo'ng'iroq qilishim uchun sizni sog'indim, dedim nafasim qisilib. Onam quloqlariga ishonmadilar shekilli, chunki bu gapni ancha yillardan beri birinchi marta aytishim edi. Bolam, gaplaring yoqmayapti. Xuddi o'limdan oldin vasiyat qiladiganlarga o'xshab gapirma. Nima bo'ldi deya yana so'radilar. Hech narsa emas onajon. Maylimi, bugun sizni biror restoranga kechki ovqatga taklif qilsam, ikkalamiz shu oqshomni birga o'tkazsak. Bir oz jim qoldilar. Jon deyman bolam, dedilar-da piqillab yig'lab yubordilar. Kechqurun mashinamni minib, onamning uyi tomon ketarkanman, xuddi uzoq kutgan sevgilisi bilan uchrashuv oldida hayajonga tushib qoladigan oshiqdek, balki undan ham battar holga tushib, yuragim tez-tez ura boshladi. Yetib kelib to'xtaganimda havo sovuq bo'lishiga qaramay onam darvoza oldida kutib turardilar. Onajon, nega chiqib oldingiz? Kelib o'zim olib chiqardim. Sovuqdan muzlabsiz-ku. Onam kelib peshonamdan o'pib so'rashdilar-da, bolam, yuragim toqat qilmay chiqib oldim, dedilar. Onam xuddi uchrashuvga chiqqandek yasanib olganlar. Holatlarni ko'rib dam kulgim kelardi. Dam o'zimni yomon ko'rardim. Nega shu paytgacha onangni bir marta bo'lsa-da shunday xursand qilmading deb. Mashinaga o'tirar ekanlar, dugonalarimga bugun o'g'lim meni restoranga taklif qildi desam, hammaning menga havasi keldi, dedilar. Shahar markazidagi shinamgina restoranga kirdik. Kirar ekanmiz, onam qo'limdan ushlab olib, viqor bilan xuddi shaharning birinchi raqamli xonimidek yurib borardilar. Ko'zlaridagi quvonchning yashirishning imkoni yo'q edi. Stolga o'tirar ekanmiz, menyuni olib o'qidim. Onam ham ko'zdan qolibdilar. Faqat katta harflarni ko'ra oldilar xolos. Sen bolaligingda o'qishni bilmasding. Menyuni men o'qirdim. Sen esa erkalanib biror narsa tanlaguncha ancha vaqt o'tardi. Endi esa sening navbating kelibdi, dedilar onam. Uzoq o'tmishni eslab suhbat qurib uzoq o'tirdik. Vaqt allamahal bo'lgani ham sezmabmiz. Qalbimda qandaydir shirin xotiralar, notanish iliqlik jo'sh ura boshladi. Qanchalar ajoyib kecha bo'ldi. Shunday ayolni nega shu paytgacha biror marta bo'lsa ham restoranga taklif qilmabman? Bu shunchalar ajoyib ekan-ku, deya o'zimni o'zim tergay boshladim. Onamni uylariga qo'yar ekanman, bolam, sen bilan yana o'sha yerga borishni istayman, dedilar. Bajonidir onajon, unda kelayotgan haftada boramiz, dedim. Lekin bu safar men to'layman restoranning pulini, dedilar qaysarlik bilan. Mayli onajon, siz nima desangiz shu, dedim. Uyga qaytganimda ayolimga rahmat aytdim. Axir u menga ajoyib bir oqshomni o'tkazishda katta yordam berdi-da. Oradan 2 kun o'tmay saharda ukam telefon qilib, aka tez keling, onamning yuraklari xuruj qildi deb qoldi. Onamni tirik ko'rish nasib qilmadi. Borgunimcha jonlari uzilibdi. Marakalardan keyin ukam bir konvert tutqazdi. Onam berib qo'ygan ekanlar. U yerda bir parcha qog'ozda xat qoldiribdilar. Bolam, va'da qilingandek avvaldan borib, restoranga 2 kishilik kechki ovqatni hisoblab, pulini to'lab keldim.
To'lov qog'ozi ham shu yerda. Balki o'sha kungacha men yetib bormasman, lekin sen albatta ayolingni olib o'sha yerga borgin. Ikkalamiz o'tirgan joyda o'tirib ovqatlaninglar. Men seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman, bolajonim. Qaniydi shu xatni yozgan ayol tirik bo'lsalar, har kuni u ayolni boshimda ko'tarib restoranlarga, bog'larga, eng yaxshi joylarga olib borsam, suhbatlaridan sarmast bo'lsam, qaniydi yana bir bor shunday oqshom